Larda hayotga tatbiq qilinayotgan tashabbusli byudjet loyihasi aholini mavjud muammolarni hal etishda byudjet mablag'larini ochiq va shaffof sarflanishini ta'minlashda ishtirokini kengaytirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Samarqand viloyatining olis hududlarida kuni kecha ushbu loyiha doirasida qator ijtimoiy soha obyektlarining foydalanishga topshirilgani buning amaliy ifodasi bo'ldi. Buloqboshi mahallasi Nurobod tumanining eng olis hududlaridan biri bo'lib, kuni kecha mahallada zamonaviy Sepki oilaviy poliklinikasi ish boshladi. Tashabbusli byudjet mablag'lari asosida qurilgan ushbu yangi poliklinika aholining salomatligini saqlash va kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Avvalgi mana poliklinikalarimiz umuman talabga javob bermas edi. Hozirgi mana ochilgan bu shifoxonamiz esa zamonaviy. Tuman markazi bizga 34 kilometr uzoqda joylashgan. Endi bemalol ana shu shifoxonada davo topadi deb umid qilamiz. Hududda yashil iqtisodiyot, yashil energiyani rivojlantirish maqsadida mazkur poliklinikada quyosh kollektorlari o'rnatilgan. Bu esa muassasaning energiya samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlangan ushbu poliklinika 80 qatnovli bo'lib, Buloqboshi mahallasi va unga tutash hududlaridagi 10 mingga yaqin aholiga tibbiy xizmatlardan foydalanish, zarur muolajalar olish imkonini beradi. Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ularni ommaviy sportga jalb etish, xalqimiz salomatligi yo'lida olib borilayotgan islohotlarning bosh maqsadi sanaladi. Mahallada zamonaviy sport majmuasi foydalanishga topshirilishi ham ayni shu maqsadlarga qaratilgan. Mahallamizda hozirgi kunga 549 yosh bo'lib, mana shu yoshlarimizning sport bilan shug'ullanib, kelajakda katta marralar qo'yganmiz oldimizga. Yoshlarimizning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun to'liq shart-sharoitlar yaratib berildi. Tashabbusli byudjet mablag'lari hisobidan barpo etilgan ushbu sport majmuasi tarkibida ikkita mini futbol maydoni, voleybol va basketbol zallari, workout maydoni va boshqa sport turlari uchun mo'ljallangan mashg'ulot maydonlari mavjud. Bu ham olis hududlar aholisi salomatligini yanada mustahkamlash, ular o'rtasida sog'lom muhitni qaror toptirishga keng yo'l ochadi.